Assalomu alaykum akalar, ukalar, opa-singillar. Navbatdagi Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg avtobusimiz Xudo xohlasa mana Qo'yli vodiylikdan O'zbekiston nomerida hamda rossiyskiy nomerdagi avtobuslarimiz sizlarda xizmat etadi. Davlat tomonidan qo'yilgan resmiy avtobuslar. Reyslarimiz haftada 4 kun. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlar reyslardan amalga oshiriladi. Moskva shahridan esa kunda reyslarimiz bor, avtovokzal Katenikidan. Ishonchli nomerlarimiz ekranda turibdi. O'zbekiston hamda rossiyskiy nomerda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Akalar, ukalar, opalar, singillar. Hozirda Moskva metro Katenikidan kelmoqchi bo'lgan ukalarimiz rossiyskiy nomerlarimiz orqali через WhatsApp pasportlarga joy band qilib kelishingiz mumkin. Shunday komfortabel avtobuslar sizlarga xizmat etadi. Hozir ichki holatlarni ko'rsatamiz. Keling. Bermet. Er-xotinlar orqaga o'tiringlar, u yerda joy qildi bu. Ana narida. Qayerda ayol kishi Pasatga bo'lyapti hozir mana. Ayol kishiga joy qilib qo'yib, ayol kishi o'z orqada. Водитель 3 ta, har 4 soat 5 soatda almashadi. Toshkentdan Moskvaga reyslarimiz haftada 4 kun, Moskvadan Toshkentga haftada 2 marta. Moskvadan Toshkentga har kuni. Telefoningizlar bog'langan. Burası o akani